Mehr oqibat shunchaki fazilat emas, balki asrlar davomida shakllangan muhim qadriyatdir. Tarixda bunga dalillar ko'p. Farg'ona kanalining qazilishi. Og'ir sharoitda qo'l mehnati bilan qazilgan Farg'ona kanali xalqning bir maqsad yo'lida birlashganining yorqin namunasi bo'ldi. Minglab odamlar ko'ngilli ravishda mehnat qilib, kelajak avlod uchun hayot manbaini yaratdilar. Ikkinchi jahon urushidagi birlik. Urush davrida xalqimiz front ortida katta fidoyilik ko'rsatdi. Kambag'allarga yordam berildi. Askarlar uchun oziq-ovqat va kiyim-kechak tayyorlandi. Ayollar va keksalar og'ir mehnatni zimmasiga oldi. Eng muhimi, jamiyat bir oilaga aylandi. Yetim bolalarni asrab olgan oilalar. Aynan shu davrda yetim bolalarni asrab olish ham haqiqiy qahramonlik sifatida namoyon bo'ldi. Bunga Shoh Mahmudovlar oilasi yorqin misoldir. Ular urush yillarida turli